Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli aziz qarindoshlar. Bugünkü dersimiz yana davamlaştırıp kelayotgan Allah subhanahu ve taolaning raziligiga, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemning raziligiga, bütün musulmonlarning madisiga erishgan islomning dastlabki avangard jangchilari bo'lgan sahobalar haqida bo'layotdi. Bugünkü dersimiz şu sahobalarning ichida obro'y jihatda bo'lsin, xizmat jihatda bo'lsin, har sahada oldin qatorlarda turadigan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem uchun o'zining moddiyatini, ma'naviyatini pido qilgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemning og'zi bilan berilgan baho bo'yicha tarik shahid deb atalgan Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu haqida to'xtalamiz. Talha ibn Ubaydullah yani nayeti mu'tabar ailede tug'ilgan sahabenin qatoridan bo'lib, dadasi Ubaydullah. Talha radhiyallohu anhu ko'pincha vaqtning o'zida Abu Muhammad degan kuniyat bilan kuniyat qilinib kelgan edi. Bu Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhuni Payg'ambar alayhisalom bir qancha xil madihlar bilan madihlaydi. Yaxshi Talha, saxovatchi Talha, Cengivar Mert Talha de Peygamber aleyhisselam mana şu ataklarını Talha razıyallahu anhu'ga bergen edi. Talha razıyallahu anhu'nun nurgulluğun şereflerinin qatoridan bu kadar nurgulluğun şerefleri bulup bu şereflerinin qatoridan birisi Talha mu dastlabki as-sabiqunal avvalun, dastlabki avangardlarning qatoridan edi. Ve şundaqla Abu Bakr razıyallahu anhu'nun qululan musulman bo'lgan, yosh vaqtida musulman bo'lgan sahabelardan bo'lgan 5 sahabenin qatoridan edi. Talha razıyallahu anhu yana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemning o'z og'zi bilan guvohlik berishi bo'yicha jannat bilan xush bishorat berilgan sahabelarning 10 sahabening biri edi. Ve yani şundaqla Talha Peygamber aleyhisselamның bahası boyunca yani Allah subhanahu ve taolaning oyatida tilga ilingan yani maqtalgan ve şu mazmunda tushgan oyatninki sahib bo'lgan zot degan martabaga ham erishgan edi. Talha razıyallahu anhu olsa qarindoshlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemning o'z og'zi boyuncha tirik shahid degan mana shu nom ataqqa erishadigan birdan bir sahabe edi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemning qishiga bir Arabi yani yezilik sahabeden birisi kelib Peygamber aleyhisselamdan Allah subhanahu ve taala Uhud urushiga nisbatan oyat tushgan edi. O oyatda Allah subhanahu ve taala sura Ahzabning 23 oyatida minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi faminhum man qaza nahbahu ve minhum man yantazir ve ma baddalu tabdila. Mana bu oyatni Allah subhanahu ve taala tushgan edi. Endi Allah subhanahu ve taolaga jinini, melini pido qilib, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemni qo'g'dash, islomning yuksalishi uchun xizmat qilishdan iboratan mana shu ishqa va'da ahdi tuzishgan sahobalardan bir turkumlari o'zining va'dasini o'rindadi. Ya'ni Uhud urushida fidokorlik, jangovarlik bilan Allohning dargohiga qaytib va'dasini o'rindadi. Ve ulardan bir turkumlari Allah'ның dargohiga qaytmagan bo'lsa-mu, ammo ular o'zining ko'zlagan nishoniga yetdi, Allohning mukofotiga erishdi, nazariga vafo qildi, ahdisini amalga oshirdi. Bular kim endi degan vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisalom shunda Talha raziyallohu anhu qarab, yani men qaza nahbahu degan, yani o'zining hayot turib, o'zining kelachigiga erish bo'lgan sahoba Talha raziyallohu anhu deb javob bergan edi qarindoshlar. Bu bek yuqori maqom. O'zi hayot turib, o'zi bor turib, ammo eng oxirgi tuganchisi, yani xavatimi deb qo'ymas, o'zining oxirgi natijasini qo'lga olgan sahoba bu. Payg'ambar alayhisalom o'z ra'yi bo'yicha gap qilmaydi. Peygamber aleyhisselam Allah'ın bildiğini deydi. Bulup mu gaybi işlerine münasebetli işlerde çokum Allah subhanahu ve taala'nın buyruğu bilen Allah subhanahu ve taala'nın haberi bilen deydi. Peygamber aleyhisselam ve ma yantiqu anil hava in huve illa vahiyyuha. Peygamber aleyhisselam haysi boyunca demeydi, Allah tarafından ilham kılgan, vahiy kılganı deydi.
Demek Talha radıyallahu anh'ın özünün kılgan hizmet fedakarlığının mukafatını ve onun ahirki neticesini muşu dünyada hayat durup ağırlığını Peygamber Aleyhisselam öz ağzı bilen degen qarindaşlar. Bu makamını tasavvur qıp baksak, bu makamını oylanıp baksak, bu bek şukur makam. Hoş, emdi mana muşu makamga, mana muşunda hayat durup şehit, tirik şehit dep algan muşu namga eriştiki sebep bulanıyım o. Ve yana muşu tokurluk Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin degenisi qarindaşlar. Bir günü Peygamber Aleyhisselam Talha radıyallahu anh'u kirge vaqtının özü de Talha radıyallahu anh'u şunda qaraytib, "Men ahabba en yanzura ila şehidin yemşi ala vecihil ardı felyanzur ila Talha." Qandaq adam ziminde ketivatkan bir hayat bir şehitni kömekçi olsa Talha radıyallahu anh'u qarsın dedi. Kişiler, sahabeler bunun nahayeti bek hayran kaldı. Ve sahabeler bu makamda şundak arzu etdi. Her bir insan arzu kılır. Mana şu makamga Talha radıyallahu anh'u qandaq yetken qarindaşlar. Talha radıyallahu anh'u Peygamber aleyhisselam'ın ki aqıstan mangan ve Peygamber aleyhisselam qiyin qalgan kunlarning özüde Resulullah'a maddi ve maneviyatini taqdim qilgan. Resulullah'ın etrafında durup her cihetten Resulullah'ını kollagan. Resulullah bilen birge Medine'ye hicret. Resulullah'ın buyruq bilen Medine'ye hicret kılgan. Medine'de Resulullah için her vakit cinini milini peyda kılgan. Bunun en nemonliklerin vakti itibariyle birini sözleyimiz qarindaşlar. Uhud uruşu her birimizge malum. Uhud uruşu da bu qalayimqanchilikdan nurg'un musulmonlar kendileriga chekingan ahvollar va ba'zilar nima qilarini bilmay qolgan ahvol va. Mana shu vaqtning qishida Payg'ambar Aleyhisselamning qishida 12 sahaba qilgan edi. Düşmanlar yopirib keldi. Resulullah'ның qishiga Resulullah'ni o'ltirish uchun muborak Payg'ambar Aleyhisselamga qilich urish uchun bostirib keldi. Bu vaqtning o'zi Payg'ambar Aleyhisselam mushriklar keldi. Qaysinglar to'ssizlar dedi. Bu vaqt Talha radıyallahu anh'u ana ya Resulullah dedi sen to'xtabdi dedi. Bir ensar çıktı. Ensar sahabeden birisi çıktı. Nahayet qattiq urushda şehit oldu. Yana bir qidim Peygamber Aleyhisselam kim qamini kelayotgan düşmanni chekindirdi deganda yana bir Talha radıyallahu anh'u şu vaqtning o'zidami men ya Resulullah dedi. Ama ensarlardan birisi umumen degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam sen chiq dedi. Üçüncü kıtımda yeni bir ensarı çıktı. Qattiq urushda. Düşmanlarni chekindirdi ama yana Allah'ın dergahı şehit makamı bilan qaytdi. Vaqtning o'zida düşmanlar tarafdan besib keldi. Talha radıyallahu anh'u maydonga chiqdi. Qattiq urushdi. 11 adamning urushida urushdi. Ve qattiq urushganlikdan ig'ir jarohatlandi. Yana qo'li qilich bilan urilib, ba'zi yerlari shilib etildi, barmoqlari kesib etildi. Ve şuningdan keyin şu urushdan keyin sahabalarninki xabar berish bo'yicha şu urushda 70 necha yerda bo'lgan deydi. Başlarına qilich urilgan, maydonlariga o'q tekkan. Sahabeler de Cabir radıyallahu anh'u şuna rivayet qiladi ki, yani men ko'rdimki Talha radıyallahu anh'u Resulullah kelgan qilich, nayza, o'qlarni qo'li ko'ksirki butun badani bilan Peygamber Aleyhisselamni qo'g'daydi. Peygamber Aleyhisselam yiqilgan vaqtning o'zida Resulullahni ko'tirib tashning qishig'i dalda qilib, butun o'q va hujumlarni o'z oldiga to'sadi deydi. Mana bu Peygamber Aleyhisselam bo'lgan pilakarlik. Mush vaqtning o'zida Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nim ketdi degan vaqtida avjabatalha al-yawma avjabatalha. Talha bugun butun savobga erishdi. Avjaba deganlikni sahaba olimlar deydi ki, yani cennet bunun vacip bo'ldi deydi. Yani bu rivayette el-yawma kulluhu Talha. Bugungi butun şan, şeref, savab, ajr Talhaga mansub dedi. Çünkü Talha öz maydonida mustahkam turdi. Talha Osman ve bir turkum sahabeler bilan her qanday vaqtda jangga kirsa yanmaslikni, jangga var turib jinining qinining og'irqi tamsi qadar öz maydonida mustahkam turib Resulullahni qo'g'daydiganga va'da etgan edi. Bu va'dani vujudga chiqardi. Jini bilan, butun vujudi bilan, badani bilan Resulullahni qo'g'dadi. Talha radıyallahu anh'u shundaq pidakarligi, jangovarligi, qurbonlik bilan mushriklar keyniga chekindi. Chekinish vaqtda yana boshqa sahobalarmi sal o'zini o'ngishib olib Resulullahning qishig'i qo'rishga keldi. Resulullahning atrofiga olishib, Resulullahni bu balay qazodan, bu dushmanlarning yupirib kelishidan saqlab qoldi. Demak, mana shu kundagi ajr savobning hammasiga Talha radıyallahu anh'u erishgan edi. Talha radıyallahu anh'u to'g'riliq Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nayt ko'p esil so'zlarni qilgan edi.
Hammamizga ma'lum, buni oldingi sahobalardan deb o'tib ketdik. Ya'ni jannat bilan xush bishorat berilgan, uchiq berilgan sahobalarning qatoridan Talha roziyallohu anhu bo'lib, payg'ambar alayhisalom ash sahobalarni sanab kelib, Zubayr fil janna, Talha fil janna. Oldin qaytim so'zlagan Zubayr ibn al-Awwamning payg'ambar sam jannatda deb ochiq oshkor xush bishorat bergan edi. Talha ibn Ubaydullah roziyallohu anhu nima, ya'ni jannatda deb ochiq oshkor payg'ambar sam xush bishorat bergan. Ali roziyallohu anhu Talha roziyallohu anhuni va Zubayr roziyallohu anhuni tilg'ab turib, men payg'ambar alayhisalomning mushu xulqim bilan angladimki, payg'ambar alayhisalom Talha va Zubayr jariya fil janna. Bu ishkelan jannatda birga yuradi degan. Va yana Uhudning voqeasi, Uhudda chiqqan vaqa ayrim bo'lsa, Hiratda chiqqan bir vaqa bo'lib, bu vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom shu tog'ning ustiga chiqqan vaqtidami, tog' sal silkindi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda dediki, "Shoktu Hira, sening ustingda payg'ambar, siddiq va shahid bor" dedi. Buning ustida payg'ambar alayhisalom payg'ambar edi. Abu Bakr roziyallohu anhu siddiq edi. Umar, Osman, Ali, Talha, Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas mana bular bor edi. Bularning hammasi shahid edi. Payg'ambar alayhisalom Allohning g'aybiy bildirishi bilan shu vaqtning o'zida bularni shahid deb atadi. Umar roziyallohu anhu, Osman, Ali butun sahobalar shahidlik maqomiga erishdi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom ham bayonga deganimizdek, mengavatgan, zamin yuzida mengavatgan shahidni ko'makchi bo'lsanglar, Talha roziyallohu anhu qaranglar degan edi qarindoshlar. Talha roziyallohu anhu bu Uhud urushida alayda tuhbikorlikni ko'rsatdi. Va payg'ambar alayhisalom bilan payg'ambar alayhisalomning hayotida butun urushlarga qatnashdi. Badr urushiga Talha roziyallohu anhu bevosita qatnashmagan edi. Chunki payg'ambar alayhisalom Talha roziyallohu anhu bilan yana bir sahabini, ya'ni Shomdan keladigan karvonni jasuslik qilib ularni paylab kelish uchun o'tgan edi. Ular Badr urushiga qatnashmagan edi. Ammo ularmi payg'ambar alayhisalomning buyrug'i bilan jangga chiqib turib paylash uchun ketganlik uchun buning nasibasidan payg'ambar alayhisalom bu ishkelenga arib qo'ygan, ham bular gerçi qatnashmasimi Badr sahiblarining qatoridan hisoblangan qarindoshlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar alayhisalom vafot topgan vaqtida payg'ambar alayhisalom Talha roziyallohu anhudan razilab ketdi. Abu Bakr roziyallohu anhu davomli Talha roziyallohu anhuni tilg'agan vaqtida Talha roziyallohu anhu o'zining orzusiga yetdi. Uhud kunisi hamma savob va ajrga shu kun erishdi deb davomli madihlaydi. Umar roziyallohu anhu bo'lsa, asosliq shura a'zosi bo'lgan 6 kishining ichiga Zubayrni va shuning bilan birga Talha ibn Ubaydullah roziyallohu anhuni oldi va bu Umar roziyallohu anhu shularning bergan maslahati, yanada turishi, qo'llashi, fidokorligidan rozi bo'lib, madihlab bu dunyodan ayrıldı. Talha roziyallohu anhu Osman roziyallohu anhuning vaqtida o'zining bir kishilik mas'uliyat majburiyatini ado qildi qarindoshlar. Siyosiy maydonda davomli o'z beshini qo'llaydigan, uning oqisida turgan, uningga hurmat bildiradigan, ittifoqni asos qilgan maydonda turdi. Davomli fidokorlik jihatda har qanday narsani ayamadi. Va yana bizning bu so'zlagan temamizdagi Talha roziyallohu anhuning saxovat masalalariga kelsak, saxovat masalasimi alayda saxovatchi sahobalarning qatoridan bo'lib, payg'ambar alayhisalom hatto Talha roziyallohu anhuni nihoyatda saxovatchi, fayyoz, javod deb maqtab etgan edi. Talha roziyallohu anhuni atrofidagi odamlarning hammasi deydiki, saxiy dedi. Va yana min hukkami Quraysh, Qurayshlarning nihoyat hikmatlik ustun arboblarining qatoridan edi. Va kana kariman, va yana bu Talha roziyallohu anhu nihoyat sixi mard o'g'lon edi deb baho berdi. Chunki Talha roziyallohu anhu davomli xayri ihson bilan shug'ullanadi. Hazarul Mavt tarafdan 700 ming dinar pul Talha roziyallohu anhu keldi. Bu dinar oqshomda kelganlik uchun uyda kechis qo'yib kecha uxlayolmadi. Hele u yoqqa menib, hele bu yoqqa menib. Ayoli nemishki bunday qilasiz degan vaqtning o'zida mana shu dunyo mening qishimda turib, men bu kecha o'lib ketishimdan ansirayapman deb aytdi. Saharda chiqib, bu pullarning hammasini sarf qilib, faqat 1000 dinarlam qolib qolgan edi. Hammani saxovat qilib o'tgan edi.
Ve yana Müslümanlar için alayda halatda bir orunni setip olib, Müslümanların menfaati için hayır ihsan kılıp etken edi. Ve Peygamber aleyhisselam uruş lazimetlikleri ve başka sahavetlerge her vakit çakağa vakitinin özde Talha razıyallahu anhu arılıp kalmagan edi. Talha razıyallahu anhu aynı vakitinin özü de Resulullah'ın yende turup ilim ağam bir alim edi. Ve şundakla her vakit cangda Resulullah'ını qoğdaş üçün özünü peyda kılgan bir cangi var, kahraman edi. Ve şundakla davamlık ticaret kesbini utuq kazangan ataklık namunolik ticaretçi edi. Ve şundakla qeyrandaşlar özünün ticaretinde ağam paydını özünün qeyrandaşları ölen bölüşken qeyrandaşları ata kılıp xeyr ihsan bilen şug'ullagan bir sahavetçi edi. Ve şundakla özünün perzatlarını alaydı terbiyeligen bir namunolik dadi edi. Talha razıyallahu anhu mana şu dünyadan özünün vazifesini to'liq ada qilib, Allah'ın razılığı, Resulullah'ın razılığı, bütün qeyrindaşlarının razılığına erişkenlerinin qatarısını edi. Ve yana Ali razıyallahu anhu şundaq deb ketadi. Yani Talha razıyallahu anhu patapqa vaqtning o'zida Ali razıyallahu anhu sura Hicr 47. ayetini tilga elib ve naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yani Allah subhanahu ve taala'nın mukafatı itibariyle bir türküm kişiler ularning qalblaridagi bir-birisiga bo'lgan tushunmaslik, bir-birisiga bo'lgan ba'zi bir xato tushunchalarni elib etilib, qiyomat kuni esa o'zlarining taqdirida, o'zlarining o'rinlarida bir-birisiga qarashib, xo'shal paranglashadigan kişiler degan mana shu ataqqa Ali razıyallahu anhu, Zübeyir ve Talha ve bizler muşunun qatarıga düşümez deydi. Çünkü gerçi en ahirki fitne zamanında Talha ve Zübeyir razıyallahu anhu, Ali razıyallahu anhu'nun oturtusu deslepti sel düşenmezlik bozdu mu? Ama ola bu düşenmezlikni Ali razıyallahu anhu'nun bazı nersini sözlep barışılan kötürülüp gidip bula şu fitneden çıkış için Zübeyir ile Talha razıyallahu anhu keyine qaytqan edi. Ula derhal Peygamber aleyhisselam'a Allah'a bergen vədisini ve özünün mesuliyetini tonadı, fitneden çekindi. Siyasi meydanda fitneden nihayeti saklandı. Ve Ali razıyallahu anhu'dek bir möteber, meyli ilimde olsun, meyli cesaretde olsun, meyli mertebede olsun, meyli nesepte olsun, meyli iktidarda olsun, Ali razıyallahu anhu'nu qollab ve ya ki Ali razıyallahu anhu'dan udul kep qilish için çekinigen edi. Şuna Ali razıyallahu anhu bulanı medehlep, mana şu ayettikiler biz bolimiz inşallah degen edi. Yani mana şu ayettiki ana şu süpetke müşken sahabenin qatarından bolgan yana Talha razıyallahu anhu edi. Talha razıyallahu anhu hicretning 36. yılı yani özü 64 yaşında şehitlik makamı bilen baş ok tegip şehit bulup Allah'ın dargahına qaytdı qarindaşlar. Biz emde bu sahabenin hayatını şunda qarab bakadigan bolsak, bu sahabe her cihatta namunalikken, üleylikken. Bolupmu Resulullah'ını qoğdaşta hiç qandaq nasi közüge körenmegen eken. Biz mana şu sahabenin hayatını qayta o'qish, anglash bilen bu sahabenin özümüzge örnek alsak, muşu sahabedek Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılığına erişelisek, Allah'ın peygamberinin razılığına erişelisek, qeyrindaşlarımızın razılığı medisiga erişelisek ve özümüzün muşu dünyadaki mesuliyetimizni ada kılalısak. Qeyrindaşlar, eğer mana muşundaq sahabini ölüge kılgan kişiler aramızda boladigan, Allah'ın nusreti, rahmeti bizge inşallah düşüdü. Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti ve nusretini qo'lga keltirish uchun mana shundaq fidokor, rostchil, jangovar, mas'uliyatchan kishilar bizga lozimdir. Allah subhanahu wa taolo aramizdan mushu sahabaga o'xshash rostchil, jangovar, mas'uliyatchan kishilarni chiqarib bersin. Allah subhanahu wa taolo bizni bu sahabani ulgu qilishga bizni muvaffaq qilsin. Farzandlarimizni ana shu sahabadek jangovar, mas'uliyatchan har vaqt özünün mesuliyetini tanıydıgan ve onun için barlığını pida kılıdıgan vafadar kişilerin qatardan qıpasın ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alemin.